Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ikkinchi qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, ishxonadanimiz bo'ladi. Yine girish qismi keng tushgan. Bu yerda patenkalarni, ko'shlarni qo'yib, chiroylatib qo'yadi. Bir перехожка qo'yilsa, ajoyib bo'lib turadi. Bu yerimiz girganimizda katta zal tushgan ekan, baland bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Oyoqda yana gilamlar tasalgan, televizorlar qo'yilgan, kattasidan, sifatlisidan. Yerimizde balkonu var ekan. Balkonu görüp turganlaringizdek, kichkina emas, katta kafelar qo'yilgan. Yerimizde aynası tushgan. O'tirib, şöyle choy ichib, ovqatlanib o'tiraman joy. Ullu joyimiz kvadrati 77 kvadrat metr bo'ladi. Narxidan keladigan bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, oxirini ko'rsangiz aytamiz. Bu yerimiz kattalarning spanisi desak ham bo'ladi. Birinde azı şunun narsalarni ko'p tekerler. Yine azı akfayna yana qaralgan. Shunning ko'rinishda bu ham baland, keng tushgan, kichkina emas hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib bo'lib tushib turibdi joyimiz. Tak. Pishgan bakada ekanlar. Bu yerimizda kichkinalarning spanisi desak ham bo'ladi yoki bu ham katta bir spanixona. Bam shunning ko'rinishda shu holatda turibdi. Yanımızda ise kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda shunning katta tushgan duv konteyner katolları bor, kafelar o'rilgan. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerda gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Ko'rib turganlaringizdek, salqin, havosi ham zo'r. Firma ko'cha deydi g'ayo. Shu yerda ikkinchi etajda kirpichli dom bo'ladi. Bu yerimiz sanuzelimiz oyoqdilari kafel, dopatolqadan kafel qilingan chiroylatib. Vannalarını görüp dursalar kichkina emas, katta keng tushgan ajoyib bu. Yerimiz ham yine görüp turganlaringizdek, shunning ko'rinishda kafellar qo'yilgan tazlari bor. Tak, kakva işte. Shunda hurmatli yurtdoshlar, 77 kvadrat metr. Plus bir narsani aytib edim, bu yanında garaj ham bor ekan, mana garaj o'zini. Addenni. Narxi 380 milyon deb turibdilar, kelishib beramiz dedilar. Zudlik bilan sotiladi hurmatli yurtdoshlar. Esa ekranda berilgan telefon raqamlari telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunning joy so'rab birgan donishib ishlari tashakkur qo'yamiz.